Hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga Qo'chqorni haqiqiy mana bunday liniyaliklaridan, tozalaridan, yiriklaridan chiqdi akalar. So'nggi partiyamizga chiqqan Arashan Qo'chqorimiz akalar. Qo'chqorni haqiqiy tushungan, bilgan akalarimiz uchun hurmatli obunachilar, 4-partiyamizga Qo'chqorni haqiqiy bombasidan mana bunday oq yuz, oq qulog'idan. Assalomu alaykum, Navruzbek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari hamda mana bunday toza qonli nasllikka, urug'likka Arashan Qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyat Tepaqo'rg'on qishlog'idan arzonchilar, optimchilar qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Xudo xolasa akalar, qo'llab-quvvatlab videoni boshidan bittadan like bosgan akalarimizni qo'rasida mana shunday qo'chqorlardan kamida 100 bosh, 200 boshlab boqishlik nasib qilsin. Bugun akalar hafta kuniga payshanba 2026-yil 23-iyul akalar. Videoni boshidan like ni bosib turing. Urug'likka yaxshi zo'r qo'chqorlarni istab yurgan bo'lsangiz aka, bugun liniyaliklardan, tozalardan chiqarib beramiz. Navruzbek, bunaqa qo'ylarni kanalingizda kim chiqaryapti desalaring o'sha dehqon do'stimiz, ash qo'ydi zo'rlarini boqayotgan do'stimiz chaqirganlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Dilbori tuzimsiz. Mana uyda bo'ladi. Tushunsiz? Charchamasdan. Qo'ydi bugun haqiqiy bosib tursin, Arashanlar zo'rlari menda do'q qoladi. Qo'ydi tozalaridan chiqadi, ha. Bo'lmasam bu qo'chqorimizni sekin ma'lumotini beramiz. Yoshlari qanaqa? Qo'yimiz 2 tish mana. Yoshlari 2 tish. O'zimiz 2 ta qo'y ichidan tallab sekin-sekin ajratib olamiz qo'ylarni. Ha. Poda qo'ydi ichidan ajratib yaxshi-yaxshilari baquvga tashalgan bu dehqonchilik a. 10 tacha chiqadi do'q qolsa. Xudo xolasa akalar, qo'ydi yaxshilari, zo'rlari chiqadi. Yoshlari 2 tish, 7 tish sog'lomliklariga garantiyami buni? Ha, uyga boranik 10 ga sinov bo'ladi. Bu bemalol hozir qo'yga qo'shgan juda sovutib o'tirishmaydi, tayyor sovutilgan qo'yga qo'shgan. Qo'yga qo'shgani akalar tayyor sovutilgan variantidan qaranglar, tonini. Haqiqiy yiltirog'ini, zo'rini boqaman degan akalarimiz uchun maxsus. Mana kastiyaklariga, orqa oyoq kenglik, dumba razrezlariga ahamiyat berib qo'yamiz. Haqiqatdan quyruqlari tekis kelishgan narsa olaman degan obunachilarimiz siraz telefon qilinglar, haqiqatdan qo'ydi zo'ri. Buni endi bitta bo'ybostlarini o'lchaylik. Bo'ybostlarini o'lchab, keyin narxlarini aytaveramiz akalar. Qo'chqorni qarang, bitta narmanli polvon bolani kuchi yetmaydi. Videomizda akalar ozgina xato kamchilik bo'lsa, uni ustidan oldindan uzr so'raymiz, e'tibor qilmaysizlar. Mana yaqinroq qo'yamiz. Mana akalar 90 pilis, 93, 92 shunaqa chiqyapti. 90 pilisga olishaveradi. ha. 90 pilisga olaverasizlar akalar. Qo'chqor lekin haqiqatdan o'ta ham udor kelishgan narsa. Endi buni narxi qanaqa bo'ladi? Yo'lida qilib arzon qilib qo'yib beramizmi? $2,000, $1,500 yo'q. Necha pul qilib beriladi? So'mda aytamiz biz. Necha pul qilib beramiz? 12 million bo'lsa, 12 millionga. Samarqandga dastavka yetkazdiramiz. Dastavkasi Samarqandgacha. Hurmatli obunachilar, 12 million so'mga Samarqandgacha dastavkalari bilan telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Albatta telefon qilib ko'ngillariga yo'l topsalaring, xayr sunnatiga o'tib beriladimi ozmoz? Telefon qilsin. Ozmoz xayr sunnatiga akalar o'tib beriladi. Mana shu mehnatimizni qadrlab, bittadan like ta yamanglar akalar. 12 million so'mga tavsiya qilaman, arzon bo'ldi, oling. 20 ta 30 ta sog'lig'ingizga ham xudo xolasa xotirjam ishlayveradi. Hali yosh narsa, undan tashqari oq yuz, oq quloq, hamma tomonlama kelishgan yaxshi narsa. Videoni oxirigacha ko'ringlar akalar, bundan keyingi partiyalarimizga ham qo'ydi haqiqiy tozalari, zo'rlari sotuvga chiqadi. Mana liniya, mana zot deydi akalar, bu qo'chqorni qaranglar, oq yuzligiga, mana bu simjun svetiga akalar bittadan ahamiyat berib like ni bosib qo'yamiz. Haqiqiy maloshniy svet, Arashan Qo'chqorni zo'rini olaman. Menga bo'lsinki, shu haqiqiy go'zalidan bo'lsin, qo'raga kirganimda yayrab turadigan variantidan bo'lsin degan akalarimiz uchun xudo xolasa Qo'chqorni zo'r akalar. Bu ikkinchi partiyamiz a? Ha, ikkinchisiga toza Arashan tortib. Arashanda haqiqiy mana bunday dakansa razrez, orqa oyoq kengliklari, undan tashqari akalar ahamiyat beringlar, quyruq joylashuvlari haqiqatdan o'ta ham udor. Mana jonivorni qarang. Zo'rini olaman, chiroylisini olaman degan akalarimiz uchun maxsus. Buni yoshlari qanaqa? Bu ham endi ko'ramiz. Yoshlari 2 tish. O'tishga o'tib yaqinda. Yangi 2 tish, oldi ko'kraklari hamma tomonlama kelishgan. Oldi oyoq kastiyaklari ham zo'r akalar. Oyoqlari stakan tuyoq kelishganidan olaman deganlarga. Buni ham 7 ishda sog'lomlik qo'yga qarashlari 10 kun sinov bo'ladi, atirjam. 10 kun sinov olishadi. Qo'ysa qaytarib keladi. Yo'q, qo'y beramiz, yo'qsa pulni qaytarib beramiz. Qo'ylarga akalar, xudo xolasa garantiyalari beriladi.
Bir hafta emas, 10 kun sinab olaverasizlar. Yedi ishchi sog'lomligi. Bu yerda aka bugun chiqadigan qo'ylarda hammasi nasllikka, undan tashqari sirazi olib borib sovuqqa qo'shaverasiz. Tayyor sovutilgan qo'chqorlar. Buni bitta endi bo'ybaslarini o'lchab qo'yaylik. Bo'ybaslari ham akalar bir 85+90 ga yaqin chiqib qolsa kerak. 85+90 ga yetmas ekan. 85+ ga olishaveradi. Hurmatli obunachilar, 85+ ga olaverasizlar. Keyin buni bitta quloq tashlashlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana quloq tashlashlari hamma tomonlama udor. Oq yuz, oq quloq zo'rlari chiqyapti akalar. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan ayamasdan like-ni bosib qo'yamiz. Buni narxini nima deymiz endi? Arzon qilib qo'yib beramizmi? Arzon qilib qo'yamiz. Dollar emas, so'm qo'yamiz bugun. Qo'yiladi. Nech pul bo'ladi? Buni 12 million bo'lsa Samarqandga yetkazib beraman. 12 million so'mga ketaveradi, ha? Beradi. Hurmatli obunachilar, o'sha gap bizning kanalda misol uchun buni narxi 12 millionlik qo'ydi, 15 million narx aytib 3 million o'tib beryapman deyish keragi yo'q. Bor narsa gapiriladi. Telefon qilib akalar ko'yniga yo'l topsalaring, xudo xolasa narxini chiroyli qilib o'tib beradilar. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Bu ikkinchi partiyamiz edi. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Liniyalik zo'r arashan qo'chqorlar hali oldinda. Hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga qo'chqorni haqiqiy mana bunday liniyaliklaridan, tozalaridan, yiriklaridan chiqdi akalar. Yuzlariga, svetlariga bittadan ahamiyat berib like-ni bosib qo'yamiz. Qo'ydi zo'rini olaman degan tanish bilishlarga akalar podlista qilib mana shu videoni jo'natib qo'yaveringlar. Nimaga desalaring qo'ydi haqiqiy kattalari, yiriklari, go'zallari, asallari sotuvda. Jonivorni qaranglar. Oq yuz, oq quloqlardan va bularda endi yoshlari qanaqa? Ikki tishdan hammasi bo'ladi, ikki qo'yam. Bular ikkalasi ham ikki tishdan, ha? Ikkalasi ham ikki tishdan akalar. Jonivorlarni qarang. Haqiqiy go'zalini, zo'rini olaman degan akalarimiz uchun tavsiya etiladi. Buni endi bo'ybaslarini nima deymiz? Mana 95 plus. Bunisi 95, narigisichi? 90 plus bo'ladi. Bunisi 90 plus. Lekin akalar qo'chqorlarda ikkalasi ham juda ham yirik, haqiqiy zo'r variantlardan akalar. Hop, bularda endi liniyasi bor dedingiz. Bu qaysi liniyadanligini bilamizmi yo? Liniyasi deb bergan, liniyasi bor deb. Lekin liniyasi qanaqa esdan chiqib ekan. Telefon olsam aytib beramiz. Aniq qaysi liniyadanligi akalar noma'lum. O'zlaringizda ko'rib, qaysi liniyaga tortayotganini ko'rib, hali qilib olaverasizlar. Nimaga desalaring, bunga liniyasi bor deyilgan, aniq qaysi liniyadanligini bilmasdan buni aytib yuborib bo'lmaydi akalar. Lekin qo'ylarimiz haqiqatan juda ham zo'r. Kastiyaklari ham o'ta polvon. Qaranglar. Kastiyaklari ham o'ta polvon. Buni endi narxi qanaqa bo'ladi? Narxi yo'lida qilib, narxini ham yengil qilib beramiz. Yengil qilib beriladi. 2,5 ming yo'q bizda. Nech puldan qilib beriladi? 2000 dollardan Samarqandga bilan yetkazib beramiz. 2000 dollardan, ha? Hurmatli obunachilar, 2000 dollardan telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Misol uchun buni narxini o'zlaring boshqa kanallarda ham mana shunaqa qo'chqorlar agar chiqayotgan bo'lsa, bir narxini solishtirib ko'rib olasizlar, tavsiya qilaman. Arzon, misol uchun bozorda ham mana shunaqa qo'ydi akalar. 2000 dollardan pastiga berib qo'ymaydi, lekin 2000 dollardan o'tib beriladi, ha? Telefon qilsam o'tib beramiz yana. Telefon qilsalaring akalar o'tib beriladi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Bundan keyingi ham partiyalarimiz bormi? Yana ikkita bor. Bundan keyingi ham akalar qo'chqor zo'rlardan chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rib, like-ni bosib turinglar. Hurmatli obunachilar, 4-partiyamizga qo'chqorni haqiqiy bombasidan mana bunday oq yuz, oq quloqidan. Afg'on qo'chqorni zo'rini boqaman degan akalarimiz uchun afg'on qo'chqor ham sotuvda akalar bugun. Jonivorni qaranglar, dumbalari, orqa oyoq, kastiyaklariga ahamiyat beramiz. Kastiyaklari ham o'ta ham polvon, haqiqiy zo'ridan chiqdi akalar. Hop, buni endi ma'lumotlarini bering. Bu 6 tish. 6 tish, bitta ochib ko'rsatib qo'yaylik, tishlar realniy bo'lsin. Akalar 6 tish. Oldi ko'hraklar rasa ishlaydigan paytiga kelgan, haqiqiy ishlatib oladigan payti akalar. Bu junini qarang, haqiqiy simjun yaltirab turgan variantidan. Bo'ybastlari 95 plus minus shunaqa ekan aka. Bo'ybastlari 95 plus minusda. 7 ish sog'lomliklariga nima deymiz? 10 kun sinab olib buni ham. 10 kun sinab olasizlar. Qo'yga ishlashlariga garantiya ham buni ham bir sinab ko'rilganmi? Bu xil sinovdan o'tdi. Bu ham sinovdan o'tgan akalar. Borib sizlar ham sinab olasizlar, yuzlarini qarang. Quloq tashlashlari ham o'ta ham udar, haqiqiy go'zalini olaman degan obunachilarimiz uchun. Oldi ko'hraklari. Akalar, oldi ko'hraklarini qarang. Haqiqiy polvonini, zo'rini olaman deganlarga. Buni endi narxi qanaqa bo'ladi? Narxini yo'lida qilib beramizmi? Narxini o'ta yengil qilib beramiz. Eng arzon shu. Nech pul aytiladi narx?
1,5 ming kam bor, xudo xolasa o't beramiz. 1500 dollarga akalar telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Afg'on qo'chqor, bu arashanga adashtirmaysizlar. Bu afg'on jonivorni qaranglar, haqiqiy yirigini, zo'rini boqaman degan akalarimiz uchun maxsus akalar. Bundan keyingi partiyalarimiz bor yana. Zo'ridan bir liniyalik. Bundan keyingi ham akalar liniyalik zo'rlardan chiqadi. Tavsiya qilaman, arzon bo'ldi, 1,5 ming dollarga akalar. Bozor narxlariga ham solishtirib ko'rasizlar. Bozor narxidan ham arzon akalar. Bu YouTube, Instagram va internet platformalarida emas aka. Bozor narxidan ham arzon, tavsiya qilaman, arzon bo'ldi. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. So'nggi partiyamizga chiqqan Arashan qo'chqorimiz akalar. Qo'chqorni haqiqiy tushungan, bilgan akalarimiz uchun maxsus. Jonivorni qaranglar, garbonos hamma tomonlama udar. Haqiqiy qo'ydi zo'rini olaman, go'zalini olaman degan akalarimizga. Buni endi ma'lumotlarini beraylik. So'nggi partiyamiz. Yangi ekitish ha? Yaqinda ekitishga o'tkazgan. To'liqdan ajratdik hozir. Quloq tashashlari, kalla garbonoslariga ahamiyat beramiz. O'zlarining sog'liqlariga qo'shganlar akalar. Nimagaki qo'chqor yaxshi, jonivorni qarang. Haqiqiy zo'rini olaman deganlarga. Bitta bo'ybastlarini o'lchaylikchi endi buni. Bo'ybastlari akalar mana. 90 ga ozgina yetmas ekan, 85 pilisga olaver ekansizlar. Qo'ydi haqiqiy go'zali, zo'ri. Quloq parametrlari ham bir 20 pilis chiqib qolsa kerak a? Metrda bitta o'lchab ko'rsatamiz akalar quloqlarini. 20 pilis. Jonivorni qaranglar, haqiqiy udar. Zo'rini olaman degan akalarimiz. Har kuni har yerda sotuvga chiqadigan narsa emas. Buni narxi qanaqa bo'ladi? Narxini aytib qo'yaylik. Telefon qilsa kelishiladi, ha? Hurmatli obunachilar, telefon qilsalaring kelishiladi. Lekin qo'chqor haqiqatdan o'ta ham udar akalar. 20 oshar ekan, 20 ga olishadi. 20 ga olaverasizlar akalar. Qo'chqor haqiqatdan udar. O'sha endi akalar narx aytilmadi. Telefon qilasizlar, kelishiladi ana. Oldi ko'kraklaridan ko'rsatib qo'yamiz, oldi ko'kraklari. Hurmatli obunachilar, bu so'nggi partiyamiz. Telefon qilinglar, tavsiya qilaman. Bugungi qo'chqorlarning hammasi arzon chiqdi, nimaga desalaring. Boquvda turgan dehqondagi qo'ylar chiqdi. Savdogarning qo'lida bo'ladigan bo'lsa, bu qo'ylarning narxini o'zlaring bilasizlar. Telefon qilib aloqaga chiqinglar. Bugungi video syomkalarimiz mana shular edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha akalar.